Do'stlar, mana ko'pchilik akalarimiz Gentra so'rab turuvdi. Gentramiz 22-yil, barcha ishlari bo'lgan tayyor holatda. Probegi 27 000 halol. Bilaman barchasiga narx qiziq, 12,5 olib ketiringlar, kreditga olaman deysizmi? $1000 bilan bitta pastan olib kelinglar. Bemalol xalq ketsa bo'ladi. Undan tashqari yo'q, kreditga olmayman, naqdga olaman degan akalarimiz uchun 19-yillar zo'r taklif sizlar uchun. Kelaverasizlar, 9 ming yoshlarga qilib beramiz. Keyingisi mana mexanika, zavodskiy metanda bo'ladi. 8500 ga beraman. Kreditga olaman deysizmi? $1000 bilan chiqarib beraman bitta pastajga. Keyingisi ham mana probegi eng qizig'i 5000 yurgan. Shaxsan o'zim probegi kraskasiga javob beraman. 20 o'z abeslari ham bor. 24 ta olingan. Tan narxi hammasi qiziq, $10,800 tan narxi. Kreditga oluvchi akalarimiz uchun $800 bilan bemalol olib ketishingiz mumkin. Mutlaqo ish haqi talab qilinmaydi. Navbatdagisi ham mana avtomat oqi. Boya qorasini ham aytib o'tdik. Buni ham hamma ishlari bo'lgan. Kelsangiz bitta ko'rsatib o'taman qamga 1,5-2 million navrat bo'lgan 12,500 tan narxi. Buni ham $1000 bilan bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Va undan tashqari mana keyingisi 23-yil bu ham 13 ming probegda bo'ladi. Xohlangan, xohlangan aformit, barter, birlamchi, ikkilamchi asosdan beramiz. Tan narxi buni ham 10,800 ga beramiz. $800 bilan kreditga chiqadi. Keyingisi mana avtomat, Gentramiz, avtomat. $800 bilan kreditga chiqadi. Bonusiga shaxsan o'zim hisobdan yangi mana rul baram qilib beraveraman, tamom kelaverasa barchasiga jondorli rasonga kutib qolamiz. Shunaqa yaxshidan yaxshi videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga do'stlar obuna qo'yishni unutmang.